Shu Abduqodir qancha oladi oyiga? Bir oyda bitta uchastkani pulini ishlar ekan. Bobur jigar yaxshimisan? To'y boshlab qo'ydim. Xudo xolasa uylanyapman. Jigar o'zim olib borib bermoqchi edim. Taklifnomani vaqt bo'lmadi-da, o'shanga telegramdan tashab qo'ydim. Addushi kutaman, qara lekin kelmasang. Qara. Shahriyor jo'ra, tabriklayman. To'ylarim boray bo'lsin. Ming bor uzr jo'ra, men to'yingga bora olmas ekanman, o'sha kuni ishlarim bor ekan. Lekin to'yonlarni telegramdan men ham tashab qo'ydim. Kamko'slarga ishlatarsan. Такой ответ, такой привет, да? Esmeralda. Bobur jigar, o'g'ilchalik bo'ldim. Jigar tabriklasang bo'ladi. Shungani 5 to'y qilayotgandik. Vaqtim bo'lmadi taklifnoma olib borishga. O'shanga telegramdan tashab yubordim. Addushi kutaman, qara bu safar kel. Voy Shahri jo'ra, tabriklayman, umri bilan bergan bo'lsin. Ming bor uzr jo'ra, 5 to'yingga bora olmas ekanman, lekin men ham hadyani telegramdan senga jo'natib yuboryapman. Lalaku takliflardan jo'natdim jo'ra. Bolang taglik borligini ham sezmaydi, allergiya chaqirmaydi, namlikni ushab qoladi. Zo'ridan jo'natdim jo'ra. Yaxshi kunlarda kiysin. Gosto do TikTok, quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Rahat gül, rahat. Rahatım, hayatım. Ulamıyorken çıkarık sakın. Açını. Ha dada. Ye, bana ham mazam qo'charkan demak. Voydat. Rahatım, bizi sevgimizga ko'z tegdi. Assalomu alaykum. Tez yordam chaqiruvmidinglar? Ye, onasini hepsi. Sko'raymi? Ha, albatta. Seryoznimi? Dada gaplashib o'tirishingizni qarang, xotinim o'laman deyapti. Ye, onanglarga. Men ham shuni tushuntiryapman. Sizniki xotini bizniki o'tinmi? Kelavering, rohatimga qarab qo'ysiz. Shunaqa yaxshi ko'raman. Ki. Ikkalalari ham soppa-so. Homilador bo'ldim degani yotib olish kerak degani emas. Turib tirs ish qilish kerak. Bechara rohatim, seni bilan qiynalishingni bilganimda umuman bezovta qilmas ekanman. O'zim bilan o'zim ishlab yuraverar ekanman, rohat. Ha, endi sizni yoshingiz kattaroq, o'zingizni asrang, avaylang. Yosh kelin turganda siz ish qilasiz. Bu onasini hepsin. Mana shu gaping mana bunday bo'ldi qizim. Seni qaddi qomating chiroyli desam, tarbiyang undan chiroyli ekan. Va kelinam yerdan chiqqan qo'zi qorimas. Yoshlik vaqti o'ynab kulib tug'ib olish kerak. Qariganda armon bo'ladi. Voy opa, yoshda ahamiyati bo'lganda qaynonam men bilan birga tug'masdi. Bir ham qo'rqitding rohatim, Seni ish qilmasin deb mazali barbeki burger dastlabga qizdim, juda tez keldi. Voy bir ham yumshoq. Kela, tabletka olib berib yuboring. Menga ish qilish mumkin emas-ku. Itga o'xshab irillaman, kelin, itmisiz? Endi oshirib yubordingiz dada. Mana shu kalsoyingiz uyga kelib o'zgarib qoldingiz. Gulda keliniz bilmayapsiz-a? Kalsoy deysanmi? Nima bo'lsa ham shu seni onang, rohat kurik. Rohatoy, sen xotining meni ko'zim bilan qara, kaktus tikan gul bo'lib yotdi-ku. Bo'ldi, meni asabim polniy bay bo'ldi. Men ham rohatimni olib, it topmas joylarda asal oqib kelaman. So'qoqqa olib boring. Voy dod, so'qoqqa ham olib boraman, Amirsoyga ham olib boraman. Rosa zo'r bo'lsa kerak, qor ustida, chanalarda uchish-a? Qani? Qora traktorim o'zimda. Oldi tortadi-da, bular oldi tortadi.